Assalomu alaykum. Yana bitta video shu yerdan olishga qaror qildik. Bir klient telefon qildida, penoblok kerak dedi. Penoblok ishlab chiqaramiz. Nechta kerak, qayerga ekan deb so'rasam, necha marka deb so'rayapti. Men to'g'risi tushunmadim. Necha marka deganingiz nima degani desam, 350 mi, 400 mi, qanaqa marka dedi. Endi o'zbek xalqi soddalari ham bor. Aldab sotish qanday bo'lar ekan bilmadim-ku, lekin marka degani nima ekanligi haqida aytmoqchiman. Meni tushuncham, men qurilishdan xabarim yo'q. Hech kim fikrimga qo'shilmasa ham mayli, lekin 350 marka degani 1 santimetr kvadratga 350 kilogramm yuk bilan bosim berganda yorilmaydi, chidash berishi haqida nima desam ekan, tushuncha bu. Bu penoblok gipsdan bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilib 350 marka bo'lishi mumkin? Endi aldagani bola yaxshi, lekin klient emas menimcha. Men aytdim, bu 350 marka bu bo'lishi mumkin emas. Penoblokda unaqa tushuncha yo'q. Bu beton bloklarga beriladi, betonga beriladi marka. Yana bilmadim. Kimda qanaqa fikr bo'lsa, yozib qoldirsangiz, yo men ham klientlarni aldab sotaymi ekan, 350 marka, 400 marka, 450 marka deb, 600 marka deb.